Yine bugün bizler oilaviy Xorazmdan dam olishga zamına geldik. Instagramdan kuzatib, Jahon choyxonasina ovqatlanishga girdik. Ovqatlari dum mazalı, ayniqsa Jizzax somsasina gap yo'q. Hammaga tavsiya etaman, kelib yeb ko'rishlarini. Mana bugun Jahon choyxonasiga Xorazmdan mehmonlarimiz kelgan. Mana taomlarimiz yeb ko'ryapti. Ularga ma'zur kelibdi, xudo xolasa. Yanaga kelganda ham shu yerga Jahon choyxonasiga kelaman deyapti bular. O'zi bular Zominga Damasga kelgan ekan, keyin Instagramda kuzatib turar ekan. Atayda kiribdi. Shunga Instagramdan qarab keldim. Shunga ozgina intervyu qildi. Bu mana aytdi taomlar haqida. Xudo xolasa kelaverasizlar. Jahon choyxonasi har doimgidek xizmatda.